Hürmetli vatandaşlar, leksiyemizi devamlaştırırız. Wang Zhao koçusu götürülgen isyan, yara eğizini içivetti. Şangan çoğun bir münazirege muhtaç bulup kaldı. Mavzulu haber 2. ayının 15. gün Dovitor bitede ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Maymun ile Çağan bayramı yetip gelgende Şangan Wang Zhao rayını götürülgen isyan Xuddi hara oğusunu buzub etkendek bir vaqa bolup, bunun içinde saqçılığa taş kesek atqan radikal yaşlar bar idi. Şundaqla hemmiriye de timsiqlap yürügen düşman kuchlar bar idi. Oxşaşlı Şanganda asas iqim ve asaslık bolmağa iqim farkı tonuşu ve Şangan hükümeti bilen cemiyet tikser kullamı bunun içinde bar idi. Barlık ziddiyetler girelişip ketken isyan bilik tuxum inqilabi şekliga kirgen. Bir halda Şanganın bedenideki ceraatның eğizini içivetti. Wang Zhao kuchisi siyanı aldı turgun kişiler mundaq sual koyuşı mümkün. Adette mulayim. İtaatçan Şangan halkı nemişki bir keçede zoravan halkı ayınlıp kaldı. Bundaq bulup kalgan Şanganı qandaq qutqazgılı boludu. 2014-yılı Jonghwan'ı egelleş namayışı partlagan peytlerde muhabbet ve tinç yolu bilen Jonghwan'ı egelleş şuarını otturup koygan idi. Lekin bu şuar en ahırda quruq şuar qaylinip kaldı. Neme için quruq şuar qaylinip kaldı? Şangan halkı şu vaqt tinç yolu bilen namayış kıldı. Bunun Beijing hükümeti yoki Şinjan hükümeti Keçiranlar Şinjan'ın Şangan hükümeti bu namayışçılara layıkıda cevap vermedi. 2014 yıldaki Jonghwan'ı egelleş namayışı adillığı şu edi ki Cumhuriyet Kompartiyası özü tüzgen 23 maddelik özü tüzgen Şangan doğrusudaki yoki Şangan'ın yerim asası kanun dep kelivatkan kanun Şangan kanunu da 2017 yılı umumi saylam elip barımız dep özü belge vədisi tutmağandan keyin Jonghwan'da kişiler namayış kılganı. Endi hazır deydi, bu yerde Jonghwan'ı egelleş quruq şuarga aylanıp kaldı deydi. Hakikaten Cumhuriyet Kompartiyası bunun cevap vermegenden keyin quruq şuarga aylanıp kaldı. Lekin bu şuar en ahırda quruq şuarga aylanıp kaldı. Bu qatim Wang Zhao koçusu götürülgen isyanda bazı isyankar namayışçılar Şangan devleti korumuz dep şuar to'ladi. Demek bu qatim endi Şangan namayışçıları ötkenge oxşamaydigan boldu. Ötkende tinch yol bilan qildi bu namayishni. Zo'ravonlik yo'lini tanlab oldi. Ötkende biz umumiy saylamni qo'lga keltiramiz dedi endi bu qatim. Bu namayishda nima dedi? Şangan devleti quramiz dedi. Jonghwan'ı egellash harakatidan boshlab bu qatimqi Wang Zhao ko'chisi ko'tarilgan isyangacha to'g'ilgan şuar farq bo'lsa-mu, lekin oshkorlangan Şangan masalasi bir yerdan chiqadi. Aşkarlangan degan vaqtda ayni vaqtda Şangan Jonghwan'ı egellash namoyishining maqsadimi faqat umumiy saylam o'tkazib Şangan xalqi o'zi xohlagan odamni, qo'llagan odamni Şangan ma'muriyatiga boshliq qilib saylamoqchi edi. Endi bu qatimki u boshliq qilib saylash bilan emas, tinch yo'l bilan keladi. Endi bu qatimki zo'ravonlik kelganda oshkora mustaqillik, Şangan'a mustaqillik talab qildi. Bu yerda shakli o'zgargan, lekin mohiyati birdek edi deganda evvelki Jonghwan'ı egellash mustaqillik talab qilatdi. Bu qatim Şangan namoyishchilar oshkor mustaqillik talab qildi demoqchi bo'lyapti. Bu tarafdan aytganda Şangan hukumati emas, hatto jamiyat sarxillarimi nimaning haqiqiy muhabbat va nimaning haqiqiy tinchlik ekanligini tushunmaydi. Nimaning Şangan yaxshi bo'ladiganligini bilmaydi. Bu endi xabar yozuvchi odam Şanganlik uni bilmaydi, nima muhabbat, Şanganlik buni bilmaydi, nima haqiqat, Şanganlik uni bilmaydi, Şangan nima ish to'g'ri keladi degan gaplarning o'zi bu xabar yozuvchi Xitoy yozuvchining nadonligini ko'rsatibdi. Sen bilgan narsani Şanganlik nima ish bilmasan?
kishini o'ylab yetolmaydigan, kishining o'ylab yetolmaydigan bir tarafi shu bo'ldiki, Shangangda ko'tarilgan isyon oliy maktab o'quvchilari uyushmalarining qo'llashiga erishdi. Biz boshda aytib o'tdik. Demak, oliy maktab o'quvchilari bu qatamqi namoyishni qo'lladi. Qo'zg'olon ko'tarishni tashabbus qildi. Butun Shangang xalqi umumiy qo'zg'olon ko'tarishni tashabbus qildi. O'quvchilar uyushmalari zo'ravonlik bilan qarshi turishni tashabbus qildi. Tasavvur qilish mümkünki deydi xabar yozg'uchi Abdur oliy maktab tarbiyasi ko'rgan jamiyatning sarxillari zo'ravonlik bilan qarshi turish bayrog'ini ko'tarib chiqishni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi deydi xabar yozg'uchi. Shangang giralishib ketgan ziddiyatlar qatlamashiga kirib qoldi. Bu ziddiyatlar yak uzundan beri sal qaralgan ziddiyatlar yak ko'chada isyon ko'tarish bilan xato tushunishdan kelgan ziddiyatlar. Bu yerda Abdur hozir o'zining maqsadi bo'yicha Kompartiya maydon turib qilyotdi bu xabarni. Shangang xalqi bilmaydi, Shangang xalqi unda qilmaydi davatida oxirida oliy tarbiya ko'rgan kishilarni zo'ravonlikda qo'lladi deydi. Bu yerda bir masala bor ekanki, masala hal bo'lish kerak. Shangang xalqi qo'ygan masalalar bo'lish kerak. Umumiy saylovni qabul qilish yakundan Kompartiya o'ziga va'dasi turish kerak. Shangangda 2014-yil umumiy saylov o'tkazish kerak. Bularga bu xalqning talabiga hech qanday javob qaytarilmasa yoki mo'tadil javob qaytarilmasa, uning ustiga faqat zo'ravonlik qilma-qil o'zgargan, shakli o'zgargan zo'ravonlik bilan namoyishchilarga muomala qilish, oxirida namoyishchilarning zo'ravonlik bilan javob qaytarishni keltirib chiqadi. Ras, Shangang xalq zo'ravon xalq emasdi, muloyim xalq edi, itoatchan xalq edi. Nemishqa Shangang xalqi bugun zo'ravon bo'lib qoldi? Buning asosiy sababi zodi kim? Shangangmi yoki Kompartiyaning rahbarligimi?